Men Jo'rayeva Sanobar Yangiobod tumani Xavatog qo'shnan qishlog'ida istiqomat qilaman. 2025-yil Jahon banki grant asos loyihasi asosida 84 million grant sohibi bo'ldim va unga tikuvchilik asbob uskunalari, 8 ta mashinka va tikish uchun kerakli jam asbob uskunalarni xarid qilib olib keldim. Hozirgi kunda 6 nafar yoshlar bilan birga ishlayapmiz. Chekka hudud bo'lishimizga qaramasdan buyurtmalar asosida ishlayapmiz. Shu buyurtmalardan keladigan daromadni xodimlarimiz oilalariga, oilaviy daromadlariga yordam qilib beryapti. Biz bu tikuvchilik sexini yanada kengaytirish niyatlarimiz bor. Xudo xolasa qo'shni Tojikiston Respublikasi bilan buyurtmalar asosida ishlab, ular bilan shartnoma qilib shu ishlarni ham yo'lga qo'yish niyatlarimiz bor. Ishlarga maslahatim mana shunday kasb-hunar bilan shug'ullanib, oilalariga yordam qilsinlar. Tikuvchilik kasbi qizlarimiz, ayollarimiz uchun juda sharafli kasb.